Kiminiki biza qirol bo'lamiz. Ya'ni biz emas, men qirol bo'laman, sen qirolicha. Nimagadir ko'nglim g'ash, miltiqni bularga ko'rsatmay, ketib Jamol, menimcha qirol ana bu yerda. Assalomu alaykum, brat. Jamol, korashda eshikni och. Och. Unda uyarsan o'zim ochaman. Go. Kirdik. Eshikni yopib qarang. Siz qirolmisiz? Let's go. Tojingni menga hozirroq bermasang, seni o'ldiraman. Yoki toj yoki o'lim. Shu, u qanaqadir knopka bosdi. Endi hammamiz o'lib ketamiz. What the biz butun bir qishloqning egasi bo'lamiz deb qishloqdan haydalib ketdik-ku. Ana mayli Jamol ketdik. Boshqa joydan o'zimiz ozgina o'ylanib uy quramiz. Endi bu qishloq bizlarga begona. Xo'p, endi biz boshqa joydan o'zimizga baza quramiz. Ya'ni uy qursa katta gap-u. Tezroq uyga borib olsam, okey. Let's go. Jamol, hali ham uxlab yotibsanmi? Turay o'rningdan. Ko'rishda menda dahshat fikr bor. Biz hozir qishloqqa boramiz va o'zimizga o'xshatgan jetellarni olib kelamiz. Va mana shu yerdan biz katta baza qasr quramiz. Ya'ni men bu yerda qirol bo'laman, sen esa qirolicha bo'lasan. Tushunarlimi? Unda go, biz hozirroq qishloqqa borib jetellarni olib kelamiz. Let's go. Ular menga qasr qurib berishadi. Go, chiq o'rtimda. Qishloq anavi tomonda, biz esa ketdik. Ana bu yerda hali ham ikkita soqchi turibdi. Kirishda biz qishloqqa boshqa yo'l bilan kirishimiz kerak. Ya'ni mana bu tomondan. Tushunarlimi? Go, unda ketdi o'sha tomonda. Ular bizlarni ko'rmasligi kerak. Chunki biz qishloqda haydalganmiz. Bro, hatto ular bizlarni payqamadi ham. Go, endi qishloqqa kiramiz. Yo, what the bro? Go, yangi qirollik bo'ldik. Bo'la ko'rishda sizlarga takoy taklifim bor. Mana shu yerda qolib har hafta soliq to'layman sizlar qizil zonaga o'tinglar. Yoki men bilan ketaman sizlar yashil zonaga o'tinglar. Men har hafta sizlarga pensiya beraman. Tushunarlimi? Yo, let's go. O'sha hamma men bilan ketadimi deyman. Go, unda ketdi. Yo, bro, sen nima uchun men bilan ketmoqchimassan? Yo, sen shu yerda qolganing ma'qul. Bola biza bildirmasdan o'zimizni bazaga borib olishimiz kerak. O'zi kelyapsizlarmi? Yo, bu bizlarning Jamol bilan qurgan uyimiz. Lekin bola kelajakda mana bu yerdan biza katta baza qasr quramiz. Lekin bunga sizlarning yordaminglar kerak. Tushunarlimi? Va menga hozirroq resurslar olib kelishinglar kerak. Taxta tosh deganda. Shunaqa jetillarim borligidan faxrlanaman. Endi mazza qilib xonamda yotsam ham bo'laveradi. Xo'p, eshikni ochamiz. Yo, shu teshikka kirib nima qilasan? Mayli, uxlayman men. Nima shovqin, nima problema? Jamol uxlab qopti-yu. Aytgancha menga jetillar qasr qurish kerak edi. Yo, what? O'sha ishni boshlab yuborishibdi-yu. Mayli, men jimgina uxlay. Esto. Men